Nech pulli uyga vidini beryapti mana shu uchastka. Qaranglar. Aytsam ishonmaysizlar, 2,5 sotu 159 ming so'ralyapti mana shu uyga, qaranglar. Mahallasiga kelsak, biz Hojota mahallasiga kelganmiz. Hammasi yangi uylar, o'zi yangi mahalla bo'ldi. Hamma kommunikatsiya bor yetmaganiga, kanalizatsiya, svet, gaz, suv muammo yo'q. Hojota masjidida taxminan 300 metr tepaga ko'tarilsanglar, mana shunaqa yangi mahallamiz bor. Hop, Chaqramoq postidan 6 kilometr rovna chiqadi mana shu eshik tagigacha. Menimcha zo'r variant deb o'ylayman. Hop, bunisi full tayyor. Faqat shu fasad ishlarini obnovить qilyaptilar, zo'r qilib, cho'tki qilib topshiraman deyaptilar. Bunisi mana remont bu yoqda ketyapti. Agar ikkita yonma-yon xohlasanglar, mana sizlarga zo'r variant. Ketdi ichlarini ko'ramiz. Endi uy remontini ko'ringlar. Hozirgi современный stilda remontdan chiqqan. Endi bunaqa pulga bundan zo'r remont bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Qaranglar. Katta hol qilingan kiruvishimizda pardalar, lyustralar ilingan, oshxona mebellari ham qilib qo'yilgan. Zo'r. Oshxona ham katta qilingan, bemalol o'stirib ham qo'ysangiz bo'ladi, stol-stullar qo'ysangiz bo'ladi. Panoramli oynalar hovliga qaragan. Hop, bu yoqda o'rtada bitta общий sanuzol, birinchi etaj uchun dushvoy qilingan. Bu birinchi etaj uchun spalniy xonasi. Spalnining ichida o'zini отдельный sanuzol ham bor. Qaranglar. Patoloklari podsetkali qilingan. Orqa hovli qoldirilgan, havolantirish uchun 2 metr, bu ham kichkina emas. Chopli polda qilingan uyimizda, to'liq chopli pol. Bu yoqda mana zal qismi. Zal ham katta qilingan, bu yoqdan orqa hovliga chiqib ketsangiz bo'ladi. Uyimizda podval ham bor, mana shu hovli tegi to'liq podval, kovradan solingan, жилой podval, kotelni ham shu yerda joylashgan. Hop, ketdi. Birinchi etajda ikkita xona, hol, sanuzol bo'lyapti. Tepada biz 4 ta xona ko'ramiz. Ikkinchi etajda общий xonalar soni 4 ta va 2 ta sanuzol bo'lyapti. Давайте сразу master spalniyadan boshlaymiz obzorni. Bu yoqda kiruvishda garderob uchun отдельный joy mo'ljallangan. Bu yoqda o'zini отдельный sanuzol ham bor spalniyni. Zo'r. Bu yoqda mana spalniya qismi. Ranglar zo'r tanlangan, remontlari ham zo'r chiqqan. Hammamizga yoqadigan stilda qilingan. Hop, dalish yuramiz. Bundan keyingi xonamiz yana bitta spalniy xona. Hamma yoq chopli polda qilingan. Uyimiz tayyor 100%. Bir-ikkita ishlari fasadda qoldi, xudo xohlasa bitkazib berishadi. Hop, bu xonamizda ham katta bitta spalniy qilsangiz bo'ladi yoki ikkinchi zal kerak desangiz, mana sizlar uchun ikkinchi zal qismi. Hop, ikkita oyna balkonga chiqadigan qilingan. Hop, o'rtada общий sanuzol ikkinchi etaj uchun va oxirgi xonamiz. Yana bitta spalniy yoki xohlasanglar kabinet qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Xullas, o'zingizlar ko'rdinglar, 159 mingga menimcha zo'r variant deb o'ylayman. Fikrlarni kommentariyada qoldiringlar. Ibn Hojota tarafdan yangi uy qarovotgan bo'lsangiz, mana sizlarga zo'r variant. Tanishlik videoni jo'natib qo'yinglar. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Любой payt kelib ko'rsanglar bo'ladi.